Qishlog'ining Ko'chaboshi mahallasini Urgutdan 2 ko'chasida pechka xonadonimizni pechka qurdi ustalar bilan. Yaxshi yonishlari yaxshi. Ko'mirlari oz ketar ekan. Bitta katta pechkani yarmida o'tni yoqilar ekan. Katta uzun pechkani yarmi qilta bo'ladi, saksali pechkani yarmida o't yonar ekan. Ancha ekonom ekan. Pechkamiz qattiq Xizmatlar ma'qulmi, amak? Xizmatlari yaxshi. Yaxshi ustalar ekan. Yoniga o'sha yonmaydigan g'ishtdan urib chiqar ekan. O'tda yonmaydigan g'isht. Mana. Mana hurmatli obunachilar. Namangan viloyatidamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ichkani oldi tarafi 1 metrlik lazerda kesilgan ikkita duxovkasi bor. Yoqib sinadik. Yonyapti o'tlar. Umuman shamolda tutamaydi, tutun qaytarmaydi. Ekonomishni bog'lasa ikkita uyda bemalol isitib beraveradi. Rasxodlari 1,5 tonna bitta sezonda yoqishyapti. Ikkita xona, 3,5 ga 5 xonalar ikkitasini isitib beraveradi. Pechkani oldi tarafi, orqa tarafini ko'rsatib qo'yamiz. Orqa taraf. Xizmatlar vodiy bo'ylab hamyog'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Uyga sement qum, shiperdan chiqadigan bo'lsa, bitta azbest truba olib qo'yishadi. Qo'yganini olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.